Zalni kattaligiga bitta baho bering. Ay mashallah, har biringizga eng kamida ana shu kvartiralar nasib qilsin deb qolamiz. Bizlar yangi obzordamiz. Travmatologiyaning to'g'risi 3-qavat zalotoy etajda 3 xonalik полноценный kvartiramiz bozorga chiqibdi. Skvoznoy planirovkaga ega bo'lgan kvartiramiz. Ko'rib turgan joyingiz esa mehmonxona ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta panoramali chiroyli oynalar, chiroyli gilamlar va pardalar ilingan. Bu yerda esa televizor uyimiz atachan to'balab to'liqligicha va kattagina lyustra uyimizni bezatib turibdi. Uyimiz 81 kvadrat bo'lib, narxini 96 ming deyapti. Sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Mana bu tashqari eshikdan kirishda kattagina hol qismi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yaxki mebellar o'rnatilgan, jurnalist stolik va bu yerda televizor hamda smart TV televizor o'rnatilgan va bu yerda kattagina garderobni, svetlar esa to'liqlicha yaromontaj qilingan. Va chap qo'lda uyimizning sanuzol qismi ko'rishingiz mumkin. Umumiy sanuzol hamma jihozlar o'rnatilib ketilgan. Uyimizning kadastr dokumentlarida umuman muammo yo'q. Va mana bu yerda uyimizning oshxona qismi marhamat ko'rishingiz mumkin. Uyimizda hamma mebel texnikalari bor va mana bu yerda yaxki mebellar o'rnatilgan, jurnalistik hamma sharoiti bor. Bemalol shu yerda zavtrak uchun albatta shu yerda qilsangiz bo'ladi. Va mana bu yerda uyimizning bolalar yotoqxonasi marhamat ko'rish, kattalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda duxspalni qo'yilgan, bu yerda ham tashqari tomonga qarada balkon qismi mavjud, turmozona hamma sharoiti bor. Uyimiz chiroyligina aboy bo'lyapti va mana bu yerda uyimizning bolalar yotoqxonasi marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham yaxki mebel, garderobni shkofchilar va derazamiz tashqari tomonga qarayapti. Hamma sharoiti bor. Bu uyimiz kimga qiziq bo'lsa, agar pastda raqam qoldiramiz, srochni telefon qilinglar, sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar.